Sankt-Peterburgdagi tibbiyot universitetlari. Sankt-Peterburg shaharining o'zida 6 ta davlat tibbiyot universiteti mavjud. Ko'pchilik o'zimiznikilar topshiradigan Sankt-Peterburgskiy pediatrический медицинский universitet kontraktlari o'rtacha $3000 dan boshlanadi yiliga. Ikkinchi universitet Sankt-Peterburgskiy государственный universitetning o'zi, ichida tibbiyotga moslashgan sohalari ham bor. 4000 talga kiradigan juda obro'li universitet hisoblanadi. Misol uchun siz kirib davolashishiga yoki pediatriya sohasiga o'qib tugatishingiz mumkin. Kontrakt narxlari ham bu yerda $4000 dan boshlanadi yiliga. Uchinchi universitetimiz Pavlova nomidagi tibbiyot universiteti hisoblanadi. Medinstitutlar ichida Piterdagi eng obro'lisi hisoblanadi. Kontrakt narxlari ham bu yerda $4000 dan boshlanadi yiliga. Kontraktlarni 2 bo'lib to'lash imkoniyati mavjud bo'ladi. Undan keyingi ro'yxatda Mechnikova nomidagi universitet turadi, tibbiyot universiteti. Bu ham davlat universiteti. Kontrakti plus-minus Pavlova bilan bir xil. Shunda ham $3,500 atrofida bo'ladi bir yillik kontrakt narxlari yo'nalishiga qarab. Bu yerda ham yotoqxona beriladi va kontraktlarni 2 bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. Oxirgi 2 yildan beri yangi abituriyentlarni qabul qilayotgan Almazova nomidagi yangi Sankt-Peterburgdagi meditsinskiy universitet bor. Bu universitet oldindan bor edi, lekin oldinlari bakalavriatga hech kim qabul qilmasdi, faqat ordinatura, magistraturaga olardi. Bakalavriatga ham olyapti va kontrakt narxlari boshqa Mechnikova va Pavlova bilan taqqoslaganda deyarli bir xil darajada.